daftar hoshiyasidagi bitiklardan. O'ng qo'ling berganini chap qo'ling bilmasin degan gap bor. Birovga yaxshilik qilib javobini kutish ta'magirlik. Shunaqaku boshiga og'ir kun tushganida yonida turgan, ko'maklashgan, dardiga hamdard bo'lgan odamlaring sening boshingga sinovli kunlar tushganida yaqiningga yo'lamasa, og'ir botmay iloji yo'q. Qiziq, shunday pallada ko'pincha sendan biron manfaat ko'rmagan, hatto yetti uxlab tushingga kirmagan odamlar yoningga yetib kelib suyanchiq bo'ladi. Dunyoning ishlariga tushunish qiyin. O'tkir Hoshimov.